Mana hozir bu klientimiz yuzlarida mana po'ralar bor, burun ustilarida, yanoqlarida va bitta ikkita ugrilar toshyapti va yuzlari sal xiralashgan. Hozir biz bularga lazerli karbonoviy piling qilamiz. Bu lazerli karbon piling yuzda asvetleniya beradi, oqartirish, tiniqlik beradi va ugrilarni quritadi. Po'rani nisbatan sujeniya, ya'ni toraytirishga, po'ra qisqartirishga yordam beradi. Bu muolajamiz mutlaqo bezarar va og'riqsiz, har doim har faslda qilsa bo'ladigan muolajalardan bittasi. Mana ko'rganingizdek, effekti srazi ham yuzni yaltillatadi, oqartiradi. Ugrili qizlarimiz uchun juda ham zo'r, ugrilarni quritib beradi. Bemalol yozilsanglar bo'ladi.